Assalomu alaykum YouTube kanalimizning obunachilari, bizning doimiy kuzatuvchilar, chorva texnikalariga qiziqadiganlar, bugun 3 xil ko'rinishdagi akula drobilkalarimizni, ya'ni lentali drobilkalarimizni qisqacha obzorlarni qilib o'tamiz. Bularning xarakteristikalarni to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz va har biri haqida ma'lumot berib o'tamiz. Unda mana shu birinchisidan boshlaymiz. Avvalambor boshlashdan avval motorini bitta tarozida tortib ko'rsatib boshlaymiz. Qani bismillah, mana ko'rsataylik bitta. Tak, 23 kilo. Endi buni o'zini ochamiz. Bitta ochib ko'rsatib. Jamshid aka, buni motor haqida qanaqa o'ralgan bunisimi? Bular mis motor bo'ladi. 4 kilovatlik mis motor bu. Hozir bu modelimiz, ochadigan modelimiz 208 tonnalik akula drobilka bo'ladi bu. Hozir ochgandan keyin to'liqroq yana ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bitta ochib olaylik. Ko'rinishini ko'rsatib, obzor qilib borsak, tushunarliroq bo'ladi. O'shanga hozir salafanni ochib olamiz. Mana shunaqa upakovka holatda keladi. Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri mana mashinlarimiz kelib turibdi. Hozirgina tushirdik. Xo'sh, bismillah. Mana qaranglar, qanaqa upakovka bo'ladi bular. Zavodskoyda bular hammasi. Zavodskoy. Mana shunaqa. Bitta narsaga hozir sizlarga yana bir e'tiborlaringni qarataman. Har bir drobilkamizda mana shunaqa o'zimizni brendimizni futbolkalar chiqadi, mana shunaqa oq futbolkalarimiz. Bonusiga endi podarka, endi kim xohlasa podarka deb atasin, kim xohlasa mana shu har bir sotilgan har bir mahsulotimizda mana shunaqa futbolkalar bor. Brendimiz yozilgan Bao kompaniyasidan sovg'a bular. Futbolkalar mana bunda solingan. Ochib ko'rsatamiz buni ham hozir. Xo'sh. Qarang, komplekt nimalar bo'ladi? Bitta ko'rsatib o'taylik. Remen bo'ladi 2 ta. Ballonchalari 4 ta. Bitta shkifi bo'ladi motordagi. Bu narsalar detalni, kichkina narsalar bo'ladi. Mana boltgachalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu narsalar. Keyin mana kitobchasi bor, mana bunaqa. Haqiqiy mana Xitoydagi zavod. Buni ichlarini bitta ko'rsatib o'ramiz hozir mana. Bu eng kichkina razmerdagi akula drobilkamiz hisoblanadi. Mana pichoqlarni qarang mana. Pichoqlarga mana Bao deb yozilgan ham turibdi. Mana pechata turilgan. Bao deb yozilgan. Kalyonni yaltiroq pichoqlardan. Albatta. Bular kuydirilgan po'latdan qilingan bular. Juda mustahkam hisoblanadi. Bemalol ko'p yillar ishlatishingiz mumkin. O'tkirlab ishlataverasiz, aylantirib, u yog'ini aylantirib, bu yog'ini. Mana bu yerda mana bu ko'rsatkichlar ko'rsatilgan parametrlar bitta ko'rsatib o'raylik-da. Mana yozuvlarni 208 tonnalik akula drobilkamiz hisoblanadi. Parametrlari mana shunga qarab 94 kilogramm. To'liq vazni hisoblanadi bu 94 kilogramm. Chiqqan sanasi 26-sana, 2026-yil. 5-oy. Zavoddan bu, Xitoydan chiqqan sana bu. Bu ustidagisi nimasi bu? Bu ustida mana bunaqa hozir varonkasi bo'ladi. Hozir bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana shu varonkachasi bo'ladi bunaqa. Xo'sh, mana bunday qo'yiladi, mana bunisi ham. Bu varonkasi bemalol har xil sabzavotlar, mevalarni chiqazib, mikser qilib yemishga mana chiqazib berishingiz mumkin. Bular Jaguar deyiladi. Bu xuddi Jaguardagiga o'xshab hozir eng xulutlar chiqqan vaqtiga sezonida buni hozir. Mana shundan bemalol selis qilib, mana bu salafon qoplarga mana makkajo'xori poyalarni o'tkazib, har qanday non mahsulotlarni ham o'tkazsa bo'ladiganlarni keyin ko'rsatamiz. Bular faqat xul va quruq hashaylar uchun o'tkazib beradigan drobilka hisoblanadi. Bularning narxlarini oxirida hozir aytib o'tamiz. Birin-ketin bularni bitta tanishtirib o'tsak, keyin ular narxlar haqida to'liqroq ma'lumot beramiz. Keyin mana bu joyida ko'ryapsizlar. Mana bu rechakchasi turibdi. Ana rechakchasi mana da plastmassa nimasi qopida turibdi. Bular tezroq, sekinroq qilib o'zingiz o'tkazishingiz mumkin. Endi mana o'rtada xalostoy holatda ishlatishingiz mumkin. Xalostoy holatda mana bu ichkarida pichoqlar aylanadi. Bu yerdan sabzavotlar solsangiz bo'ladi. Keyin buni bitta narsasi, mana bu uzunligi qancha bunaqasiga? Buni uzunligi 1.35 hisoblanadi. Ko'p kishi so'raydi shu narsani. 1.35. To'liq men bularni uzaytirib, ana ochib qo'yib hisoblasangiz 1.35 bo'ladi.
Endi bunisiga o'tamiz. Bunisi 308 modelimiz hisoblanadi. Hozir buni ham ochib ko'ramiz. Jamshid aka 308 model deganda nimani aytiladi aşağıda? 308 sababi bular 308 tonna qo'l xashakchi qazib beradi. Bir soatda. Bir soatda. O'shanga mo'ljallangan. Bekarga qo'l xashak demayapman, bular Jaguar bular. Ana shu sales qilib beradigan haqiqiy drabilka mana shu bular. 4 tonna deganida, 3 tonna 8, salkam 4 tonna. 4 tonna emish tayyor naqd degani. Bismillah, mana buni ham ochamiz hozir. Ko'rsatamiz. Mana xuddi shunday. Buni ham mana salafanlar bilan upakovka qilingan mashaq keladi. Endi bittari mana shu ustma-ust kelganda sal qiyshaygan joylari bo'lishi mumkin. Buni urib to'g'rilab qo'ysa bo'ladigan holat. Mana xuddi shunaqa. Bunisidan ham mana ko'ryapsizlar. Mana futbolkachalarimiz, brendimiz futbolkalar chiqyapti. Mana qopi. Buni ko'rsatish shart emas, aniq bo'ldi. Endi buni bitta motorni qo'yamiz buni ham. Xo'sh. Buni ham motorni qo'yaylik. Qani, bismillah. 31 22 31 kilo. Boyagi 23 edi bunisi. Bunisi 31 kilo motori. Ko'ryapsizlar, max motor bu ham. Motorlarni bular. Jamshid aka misli ha, atmotkasi. 100% mis motor, 3 kilovatlik bo'ladi buniki. Bu max motor hisoblanadi. Juda kuchli, qimmat motor hisoblanadi bu. Bu modelimiz 308, mana bu yerga ham yozilgan mana 308 modelimiz hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Bu uzunligi buniki hozir buni uzunligi aytib o'tadigan bo'lsak, bularning uzunligi 170 bo'ladi, shapkasi bilan 170 dan ham ziyod bo'ladi. Hozir ichlarini ham bitta ochib ko'rsatib o'ramiz. Ko'ryapsizlar? Juda baquvvat ishlangan. Og'irliklari ham mana yozilgan. Chiqqan sanalari og'irliklar 140 kilo og'irligi, mana ko'ryapsizlar. Yengil narsa emas bu. Og'irligidan ham bilsangiz bo'ladi buni. Bunga o'xshash drabilkalarni agar ko'radigan bo'lsangiz, sifatini bilmoqchi bo'lsangiz, mana shu og'irliklardan ham o'zi bilib olsangiz bo'ladi. Mana motorda ham o'zi sifatli motorlar og'ir keladi har doimda. Yengil bo'lmaydi hech narsa, sifatli narsa og'irroq keladi har doim. Ichida simi ko'piralgan bo'ladi. Bunisiga baquvvat bo'ladi, simi ko'piralgan bo'ladi. Mana bunisini ham bitta ko'rsatib o'ray, mana pichoqlariga bog' yozilgan. Mana 1 2 3 4 5 6 qator bu yoqda kombay pichoqlari ham bor buni. Tagiga ham qotirilganmi, Jamshid? Ha, taglaridan ham qotiriladi. Baquvvat qilib. Podshipniklarimiz mana chang kirmaydigan, mana litol bilan moylanadigan, mana shpris bilan moylanadigan podshipniklar bo'ladi. Juda baquvvat podshipniklar ham. Xo'sh, keng buni yana bir inobatga oladigan joylarimiz ko'rsatsak bo'ladi. Rammalari ham juda baquvvat. Endi bitta motorni ham bitta ochib ko'rsatamiz hozirlarga. Bu max motorda mana ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Bunaqa motorni boshqa joyda ko'rmaysizlar, to'g'risi. Haqiqatdan ham arziydigan motor bu. Jamshid aka, bu 220 toza tokda ishlaydi, ha, shunaqami? Bular shunaqa past tokka ishlamaydi. 220 toza tokka ishlaydi mana. Bu yerda avtomatchalari bilan motorimiz ko'ryapsizlar. Ana bu max motor hisoblanadi. Hamma yo'q temirda ishlangan. Hamma joy temir, og'ir va uzun bo'ladi max motor bunaqasiga. Datchiklari ham bor ekan. Datchiklar albatta, обязательно. Avtomatlar, datchiklar hammasi bor. Keyin endi bu gigantiga kelamiz. Bu giganti bu 408, ya'ni soatiga 4 tonna 800 qo'l xashakni maydalab bera oladi. Quruq qo'l farqi yo'q, maydalanadi. Endi qo'l xashakni hisoblanadi tonnaga. O'shaning uchun hozir bitta bunisini ham ochib obzor qilib ko'ramiz, ko'rsatib beramiz. Qani. Lekin bunisi juda vahimali. Hali bundan ham kattasi bor, faqat bundan kattasi 380 tokka ishlaydi. Bular 220 ga ishlaydi. O'shaning uchun hozir sizlarga faqat 220 ga ishlaydiganlarni obzor qilib ko'rsatyapmiz. Xo'sh, bismillah. Mana materiallar ko'ryapsizlar. Chiroyli qilib o'ralgan, qirilmasligi uchun. Har bir endi zavoddan mashnaqa chiqaman. Mana bu salafanchalar ham oddiy salafancha emas. Havoli. Xuddi anaqaga o'xshagan.
Ha, havolik. Mana xuddi shu mana yana brendimiz, mana ko'ryapsizlar. Har birida, absolutno har birida bor bu narsalar. Mana bunisi. Buni ko'ryapsizlar. Buni endi bitta bir Balonchasini ochib ko'rsatasiz. Ochib ko'rsatmasak bo'lmaydi buni narsalarni, chunki bu umuman boshqa bir dunyoda bu. Buni ichidagi narsalar ham boshqachada buni. Hozir bitta ochib ko'rsatamiz buni. Sababi nimaga? Buni balonlari o'ta mukammal balonlar qo'yiladi bularga. Bu kattasiga mana ko'ryapsizlar, podshipnikli balonlar bo'ladi. Mana zakrit podshipnikli balonlar bo'ladi. Mana bu orqa tomonda ham aylanib yuradigan mana bunaqa Qulflanadigan qulflan tormozlari bor. Mana shunaqa bolt gekkalari, hamma narsasi, shkiflar, remillar. Mana ichini ham bitta ko'rsatamiz. Lentasi ham. Buni uzunligi 2 metr bo'ladi. Mana bunisi lapkasi bilan birga o'lchaganda bu 2 metr bo'ladi buni uzunligi. Turi 8 modelimiz 5-oy chiqqan. 165 kilo oxirligi. 2026-yil 5-oyda chiqqan. Mana parametrlari mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Bao kompaniyasiga tegishli. Kilosi 165 kilo ekan, 165 kilo bo'ladi. Mana vaznidan ham bilsangiz bo'ladi buni baquvvatligini. Endi bularni narxiga keladigan bo'lsak, narxlarni bir boshidan aytib o'tamiz. Bularning narxlari mana bu eng kichkinamiz bu 3 million 600. Keyingisi 4 million 400. Undan keyingisi 5 million 200. Bular mana shu summa bilan dastavkasi ichida. Tuman markazlarigacha yetkazib beramiz. Har bir tuman markazigacha yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab xizmati bor. Bemalol mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa bu drabelkalar, mana shu ekrandagi raqamlar bilan bizlarga bog'lanishlaringiz mumkin va qiziqqan savollaringiz bo'lsa, savollar bilan murojaat qilishlaringiz mumkin. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Motorini ham bitta tortib ko'rsataylik. O'sha narsa qolib ketyapti. Bu eng kattasini motorni bitta tortamiz mana taroziga. Hammasiga bir xil motor qo'yib tashlayvermaydi. Mana ko'ryapsizlar. Har birini motori og'irlashib boryapti borgan sari. Mana bismillah. Bitta ko'rsatinglar mana. 36 kilo. Bitta motorning o'zi 36 kilo bo'lyapti. Ko'ryapsizlarmi? Bularni so'ralgan ekanda. Ha, bularni ishlash jarayonlari kanalimizda bor. Bemalol mana shu kanalimizga obuna bo'lib kirib, mana shuni uchalasini ham ishlash jarayonlarini ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, bizani doimiy kuzatib keladigan mijozlarimiz, doimiy kuzatuvchi obunachilarimiz. Bu videomiz avvalgi videomizning ikkinchi qismi deb hisoblaymiz. Sababi bular haqida ma'lumot to'liq berib bordik birinchi qismimizda. Ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, bu uchalasini ham hozir endi mana ho'l poya, quruq poya, somonni kerak bo'lsa bidani ham o'tkazib mana shundan ko'rsatib beramiz. Bu 3 xil ko'rinishdagi va drabelkamiz Akula lentalik drabelkalarimiz hisoblanadi. Hozir Turi 8 modelimizni ishlash jarayonlarini sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana chiqqan sanalari bilan, og'irliklari bilan 165 kilo bo'ladi. 2026 5-oy zavoddan chiqqan. Endi Xitoydan yetib kelishi bilan bizgacha ancha vaqt o'tgan. Bu ikkita modeli, bundan kichkina modellari hisoblanadi. Narxlarni aytib o'tganmiz birinchi qismimizda. Endi buni chiroyli qilib ishlatib ko'rsatib beramiz. Ho'l poya, quruq poya, somon xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Buni ishlash jarayonlarini ko'rasizlar. Chunki hozir ayni vaqti buni bu Jaguar kabi ishlab beradi, ho'l poyalarni sales qilib beradi. Quruq poya, ho'l poya o'zi chiqaveradi, lekin aynan ho'l poya uchun juda chiroyli sales qilib chiqarib beradi. Buni isboti bitta ko'rsatib ishlatib beramiz. Bizlar kuzatishda davom etinglar. Bularni narxlarini yana bir bor aytib o'tib ketamiz video davomimizda. Bizlarni tark etmanglar. Bularni narxlarini ham davomiy aytib o'tib ketamiz. Qani
Mana ko'rsatib beraylik. Selosimizni ko'ryapsizlarmi? Mana. Qo'l poyamizni qanaqa berdi. Ha. Umuman yeriga yo'q-da buni. Haqiqiy mana Jaguarda chiqazadigan bilan bir xil chiqazib beradi mana shunaqa qo'l poyamizni ko'ryapsizlar. Endi quruq poyamiz ham bor. Bitta quruq poyani ham o'tkazib obzor qo'ramiz birdan. Quruq poyani qanaqa o'tkazishni ham bitta. Bular mana bunaqa ichida sutalari ham bor edi-da, ko'rgan bo'lsanglar, o'tib banchlar ham o'tib ketdi. Endi quruq poyani o'tkazamiz. Mana quruq poyani qanaqa o'tkazishini ham bitta ko'rasizlar. Bismillah. Mana quruq poyamizni ham bitta ko'rsatib o'raylik. Ha. Ko'ryapsizlarmi? Mayin joyi ham buni. Endi hozir o'tkazamiz, bitta ko'rasizlar tomonda ham. Hayda qo'yib yuborasiz, ketadi ha. Ko'rsatlar, ha, qara. Mana somonimizni qaranglar mana. Mayinligini ko'ringlar buni. Mana. Beraverasizlar shunday bersangiz ham somonni yeydi-da. Endi sizlarga bidani o'tkazib ko'rsatamiz. Mana bida prisimiz. Ochamiz. Mana bida prisimiz. Ko'ryapsizlar. Bismillah. Qo'shdik.
keling endi. Men bidamizni ko'rsataylik. Qanchalar ajoyib qarang. Yumshoqligini qarang buni. Yumshoq qilib tashaganini. Mana shu mana ko'ryapsizlar. Jonli efirda bir bog' bidamiz chiqazdik. Mana ko'rdinglar, qo'l poyani ham o'tkazdik, somon o'tkazdik, bida press o'tkazdik, quruq poya o'tkazdik. Bularni narxiga keladigan bo'lsak, o'sha avval ham aytib o'tganimizdek, bular 5 million 200 bilan dastavkasi ichida bu 408 modelimiz bo'ladi, kattasi 220 ishlaydigan. Va keyin mana bu ikkita modelimiz bor. Bunisi eng kichkinasi 3 million 600, bundan 308 modelimiz 4 million 400. Mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'ldi.